Angliya va Argentina o'yinidan keyin internetda mana bunaqa fake'lar ko'payib ketdi. Unga ko'ra Messi assist berishdan o'nlik ofsaydda emish va yana mana bu holatda u himoyachini oyog'ini bosib olgan emish. Lekin bularning hammasi anti-Messi propagandasi bo'ladi. Bunaqa narsalarga ishonmang. Ofsaydli vaziyatga kelsak, mana bu rasmni ko'ramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek Messi hech qanaqa ofsayddagi pozitsiyada emas. Messi ofsaydda turgan vaziyat esa bu fake va bir xillar liniyani noto'g'ri tortibdi. Bir xillar esa Messini 3 metr orqaga tortib boribdi. Ikkinchi vaziyatga kelsak, Angliya himoyachisini oyog'ini bosmagan Messi. Mana bu rasm original. Bunda ko'rib turibsizki, Messi oyog'ini bosmagan. Bunisi esa sun'iy intellektda o'zgartirilgan rasm. Mana sizga video isbot. Bu yerda ko'rib turganimizdek Messi Angliya himoyachisini oyog'ini bosmayapti. Angliya himoyachisi noto'g'ri podkat tanlagani uchun u oyog'ini qayirib olyapti va oyog'ini ushlayapti. Va bu vaziyatdan keyin Angliya himoyachisi sudyaga e'tiroz bildirmadi agar ko'rgan bo'lsangiz. Mana shunaqa holatlar internetda ko'rgan narsangizga ishonmang. Hozir internetda juda ko'p fake'lar. Bu videoni esa kimga talashni o'zingiz bilasiz.